Salom, sizlar bilan men Nazirxonim. Bugungi videoda bizlar daraxtli uy quramiz. Qani go. Birinchi turib qo'yamiz. Sarpar barglar olib ko'taramiz va biz uy qurishga harakat qilamiz. G'alati bo'lishi mumkin, lekin biz uy qurishimiz shart. Do'stlar, biz hozir uyni emlimasin. Do'stlar, va biz hozirda mana shuncha qator qilsak yetadi deb o'ylagan holatda biz boshlaymiz. Yana bir marta obuna va like va tugmasini bosib qo'ying. 100 ta bo'lishimiz kerak. 200 taga kam qoldi do'stlar. Qani obuna bo'lib qo'yamiz. Agarda 200 ta chiqsa men yuzimni ko'rsatib Minecraftda stream qilaman. Shuning uchun do'stlar obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosib qo'ying. Hozir biz daraxtli uyimizni to'rtburchak qilamiz. Farqi yo'qdek to'rtburchak qilamiz va bu uyni yaxshiroq qo'riqlashimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Biz bu yerga oltinlarni solib qo'yamiz va o'zimiz qurgan tuzoqlardan o'tib ko'ramiz. Va mana shu uyni himoyalaymiz. Go. Va bu yerda ko'plab tuzoqlar bo'lishi kerak. Tak qilsak qilamiz. Bular aynan mana shu uyga qarab kelishi kerak. Shuning uchun bu uyni yaxshilashimiz kerak. Va biz bu uyni menimcha qurib bitkazdik. Do'stlar, biz buni ikkinchi etajini ham qilishimiz mumkin. Agarda sizlar mana shu videodan 50 ta like chiqsa, biz buni ikkinchi qismini olamiz. Va bunda ikkinchi qavat ham quramiz. 50 ta like va bo'ldi. Va biz bilmaymiz, o'zlaring bilasizlar, o'sha like bossalang bo'ladi. Endi biz birinchi navbatda narvon olamiz. Do'stlar, to'g'ri narvon olib 1-2 qurib chiqib ketamiz. Ko'p joyga qo'yib yubordim, lekin tepasini ochamiz-da, o'sha like bossalang buni ikkinchi etajini qurishimiz mumkin. Endi biz bu yerlarni jihozlaymiz. Ve sizning Minecraftingiz qaysi deyishingiz mumkin. Men 1.21 ni o'ynayman-da. Takka qo'yib bo'ladimi? Nimaga qo'yib? Aytgancha. O'shaning uchun men texnologiya o'ylagan edim. Salpalligina bo'lsa ham mana uni olamiz. Xo'llagan rangligi uchun biz yashil taxtalarni ishlatamiz va mana narvonda bular yo'qolib ketmaydi menimcha deb o'ylayman. Tak. Mana shu kunduzda bo'ladi, mana shu to'g'ri qildim degan umiddaman va ana. Do'stlar, buni yoniga yana bitta qo'yib turib
1-2 yaxshi ishlar qilsak bo'ladi. Yo'q, 2 bo'lmaydi, 2 bo'lmaydi. Do'stlar, 2 bo'lmaydi. Ko'proq bo'lish kerak. Bemalol deb bo'lsa g'alati bo'lib qolyapman. Mana shu bo'lar ekan. Hozirchalikcha mana shunday qilib turamiz-da, to'g'ri, chunki mayda 1-2 mayda bu, mayda ham bu ostida yurib bo'lmaydi-da. Qanday chiqamiz? To'g'ri-da, o'yla texnologiyani. Men buzib tashlashga qaror qildim. Labet o'zimga to'g'ridim. Va sal-palgina umidlarni bo'lishi uchun qaytadan narvonni oldim. To'g'ri, va narvonni ham qo'yib bo'lmaydimi? What the fuck? Menda shu payt zo'r g'oya kelib qoldi. Nima qilaman? Narvonni qidirib taxtalarga kiramiz. To'g'rimi, bu taxta-ku. Buni o'rniga olamiz va do'stlar, bizda yomon xabar bor. Mashina ham qo'yilmas, unda biz uxladik. Nimaga uxlaymiz? Deyishlari mumkin, chunki bizda kalla bor-ku. Kallali odamlar hech qachon uxlamaydi. Bu yoqdan kelib turibman. Chaqyoqda olsa bo'ladi, korotchi shu ishlar qilsa bo'ladi. Biz bekka verstaklav omboridan qo'yamiz. Ham ko'p verstak qo'yib, bu yerga eritishga mos bo'lgancha pechkalarni qo'yib tashlaymiz. Va bu yerga esa mana u ovqat uchunda ovqat bitta o'zi ko'p. Ba'zi birlar so'rashi mumkin, lekin men bu yerda yashab qolishim ham mumkin. Men 1-2 dekoratsiyalarni xohlayman va do'stlar, meni mana shunaqalar bor. Mayli, men sizdan olib kelaman do'stlar. Men juda ham yaxshiman. Birinchi tunni shu yerda uxlab yuboramiz do'stlar. Ertalab bo'lishi bilan mana metdagi buzib qo'yibmiz. Hozir to'g'rilab yuboramiz. Mana shunda chiqibdi. Men birinchisini oldim. Biz buni buzib yuboribmiz va biz dekoratsiya qo'shmoqchi edik. Tushunganlar tushunmaganlar tushunmadi. Biz bitta burchakka mana shunday qilsak, mana uy yoriydi. Shuni qilishni bilgan holatda bunday qilib turmaydi, buzamiz. O'zi bekor yo'q, qurilmaydi. Pechga ikkita tarafdan yop-yorug' bo'laveradi. Tepada ham xuddi o'shani munosabati bilan to'g'ri mashq qo'ylarga tepada ham bitta yoritgich bor, ya'ni bu yerdan kelib turib, qayerda uxlayman deb tursa, mana bu yerda yoritgich turadi, to'g'ri. Endi biz deyarli hamma narsani qilib bo'ldik. Kitob javoni uchun mana bu yerni mos deb bilaman va menimcha shu yer mosda anardan kelib turib birdaniga bilib olmaydi. Yotoqxonaga borishdi ba'zi birlar, lekin kitob ko'p bo'lgani ancha yaxshi. Biz bu yerga ikkita sehrlash stolini qo'yib qo'yamiz. Bilmaysan, yana 2 kishi bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Endi biz deyarli hamma narsani tugatdik. Endi biz dekoratsiyalarni bersak bo'ladi. Hozirroq dekoratsiyalarni beramiz. Nima qilsak bo'ladi? Mana aynan mashqqa qo'ysak ham bo'ladi. Endi xohlagancha kiyim qilish mumkin. Bizda bunaqali kiyim ham bor. Misli kiyim ham bor. Do'stlar, 1.21 da qo'shilgan. Korotchi qilich qo'yamiz qo'yliga. Endi biz bunday qilamiz. Qaniydi anu ukajonim qayerdasan deb chaqiradi, xuddi shunaqa qilib.
Mana video buni qilish oson, shuning uchun buni mana mekka qo'yamiz. Pechkaga opporasiga qo'yib qo'ysang bilmaydi. Aya bitta narsa qo'yiladi, birinchi marta ko'ryapman. Lekin birinchi marta ko'ryapman. Rang qo'yish mumkin. Men qizil rang tanlayman. Xohlagancha mana u yerda mana olamiz. Bitta kiramiz va mana uni qo'yamiz. Va xohlagandek qo'yamiz va qo'yamiz. Va bo'lmasligini tushunamiz va chiqamiz. Va bironta narsani olishga harakat qilib turib, mana o'zini qo'yamiz dvijeniyaga degan holatda yoki bu nimaga bo'lmayapti? Kirkigachi. Bironta plastmasada qo'yish kerak emasda, shunaqa bo'lsa men temir qo'yaman-da. Men bilmayapman. Odatda shunaqa bo'lardimi deydi. Demak bo'lmasa, bu bo'lsa ekan, bu stol past deymizda chiqib turib qaysini tanlashni bilmaymiz-da usti. Onda menimcha rang beruvchi o'sha bo'lishi kerak. To'g'ri, rang beruvchi o'sha bo'lishi kerak. Lekin mumkin-a? Shunaqa yo'q ko'rinyapti. What the fuck? Nimaligini bilmadim, lekin ko'rdim. To'g'ri, mana bo'lim ekani. Ko'p turib sinab ko'ramiz, yo'q bu boshqa narsa bilmam. Lekin mayli qo'yib qo'yamiz. Biz do'stlar mana shu bo'lishi kerak edi. Lekin o'xshamagandan keyin anavi bo'lishi mumkin. Antita qani edi, mana menimcha unaqa gap bu. Mana uni yoniga qo'yamiz va bu da bayroqlarga o'zbek urinib ko'ramiz qaniga. Mayli kiyimlarni saqlab qila olmadik, lekin qo'ysak bo'ladi shundoq. Aya bularni sehrlar. Shim ham mumkin. Juda sehrga. Farqli bu sehrga uraverayapman. Bizda hech bo'lmasa shunaqalar yurishsin. Biz axir boymiz. Mana bizda legendalarimiz endi esa sharkir olamiz. Qizil rangingiz yaxshiroq deb o'ylayman va biz bu sharkirni mana shunday emas, bunday qilish kerak. Osmonga qaratib mana bu yerlarga terib chiqamiz. Dekoratsiya kerak emas. Endi biz bunday qilamiz. Kamonni olamiz, buni olamiz. Bizga kerakli bari narsalarni, asboblarni sehrlashga harakat qilamiz qaniga. Va o'zi cheksiz sehrlasa bo'ladi, men unaqa bilan. Menda parish qurollarini sehrlashga harakat qilaman. Bu gal sehrlab bo'lmaydigan qurollarni ham to'g'risi mumkin. O'shaning uchun do'stlar, sizlar bilan meni obuna bo'ling.